Vinisius nega uchrashuvdan so'ng Husanovning oldiga keldi? Manchester City muxlislari Husanov haqida qanday fikrda? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Sport Plus promo kodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Manchester City UEFA Chempionlar Ligasining 1/8 final javob uchrashuvida ham Realga bas kela olmadi. Vinicius Juniorning 2 goliga Erling Haaland bir bor javob qaytara oldi xolos. Etihad Arenada 2-1 hisobda zafar quchgan madridliklar musobaqaning keyingi bosqichiga yo'l oldi. Bu uchrashuvda futbol muxlislari yana Abduqodir Husanov va Vinicius Juniorning o'zaro to'qnashuviga guvoh bo'ldi. O'zaro raqobatning aksariyat vaziyatlari Abduqodirning ustunligida yakunlandi. Biroq braziliyalik yulduz 2 gol urishga muvaffaq bo'ldi. To'liq o'ynagan Abduqodir esa birinchi bo'lim oxirida Vinicius Juniorni juda qattiq qarshi oldi va qo'pollik uchun sariq kartochka bilan ogohlantirildi. Nufuzli manba Manchester Evening News portali eksperti Simon Baykovski uchrashuvdan so'ng ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ushbu uchrashuv yakunlangandan so'ng gol mualliflari Erling Haaland va Vinicius Juniorning Abduqodir Husanovga o'yin uchun minnatdorchilik bildirganiga e'tibor qaratdi. Manchester City Chempionlar Ligasi uchrashuvida Realga yutqazgan uchrashuvdan so'ng Erling Haaland va Vinicius Junior Abduqodir Husanovning yoniga kelib, ajoyib o'ynaganini e'tirof etdi deb yozdi Simon Baykovski. Taniqli jurnalistning postiga Manchester Cityning butun dunyoda yoyilgan muxlislari izoh yoza boshladi. Hozirgacha yozilgan kommentlarda Abduqodir Husanovga quyidagicha munosabat bildirilgan. Madogoye, shaharliklarga rahmat, hali hamma yaxshiliklari oldinda. Casanova, Endoxanov, Shirki va Dukuni yakshanba kuni Arsenalga qarshi qanday o'ynashini ko'ring. Jon Graham, Husanov Premier Ligadagi eng tezkor himoyachilardan biri va u o'yindan o'yinga kuchayib bormoqda. Fantastik darajadagi transfer. Line Bowers, Husanovni ajoyib o'yin bilan tabriklayman. Trent David, zo'r uchrashuv bo'ldi. Kurash uchun ruhda o'tdi. Husanov, Sherki va Doku zo'r o'ynadi. Arsenal kutib ol. Farm Aliyo Ibrahim, Diashning erinchoqligi Silvaning qizil kartochkaga olib keldi. Odeham Benjamin, bizning jamoamizda ketadigan himoyachi bo'lsa, bu Husanov emasligi aminman. Palmer Jarius, mavsumni qutqarib qolish uchun qolayotgan yakshanba kuni Arsenalga qarshi juda kuchli o'yin namoyish etishimiz kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Manchester City 22-mart kuni Angliya Ligasi Kubogi finalida Arsenal bilan kuch sinashadi va joriy mavsumdagi ilk sovrinni qo'lga kiritish uchun kurashadi. Qadrli do'stlar, siz Abduqodir Husanovning kechagi o'yiniga qanday baho berasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.